Davlat kadastr palatasi raisining tegishli buyruqlariga asosan hamda arxiv ishi nazorati bo'limining boshchiligida namunaviy arxiv dasturi yo'lga qo'yildi. Shundan bizning tumanda ham hozirgi kunda mobilniy stellajlar o'rnatib berildi. Bizga bunday sharoitlar berganidan minnatdormiz. Oldingi stellajlarga nisbatan hozirgi biz stellajlarimiz ancha hujjatlarni saqlovi, tartibi, joylashuvi, ixchamligi bizga juda qulaylik yaratdi. Uslubiy qo'llanmamizga asosan stellajlarimizga karton quti raqami, stellaj raqami va qator raqamlari raqamlashtirib chiqildi. Bundan tashqari bizda issiqlikni, namlikni o'lchab beruvchi maxsus uskunalarimiz ham mavjud bo'lib, hamma narsa doimiy nazoratda turadi. Norin tuman filialida kadastr hujjatlarining jami 37.207 tani tashkil qiladi. Shulardan 33.966 tasi turar joy obyektlari, shundan 2.230 tasi noturar joy hujjatlarini tashkil qiladi. Bularning barchasidan ko'zlangan asosiy maqsad kadastr hujjatlarining xavfsizligini ta'minlash va murojaatchilar uchun xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashdir.